afsonasi. Lukasga qarab turishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Shu desangiz, bir haftadan beri tungi navbatchilikdaman. Bugun bo'lsa kunduzi ham ishga chiqishni so'rashdi. Ilojim qolmagach sizdan iltimos qildim. Mayli, kechqisi yo'q. Lukas bugun ancha xafa bo'ldi. U bilan albatta gaplashib qo'yaman. Rahmat. Hozir qo'lingda ushlab turgan qadimiy buyum bizni yovuz trollardan himoya qiladi. Uni menga bobom sovg'a qilgan. Ha, bir kuni bularning barchasiga ishondim. Qani ayt, sen ishonishga tayyormisan, Lukas? Sizda quvvatlagich bormi? U nima? Telefon uchun quvvatlagich. Mana telefonim bor-ku. Kimgadir qo'ng'iroq qilmoqchimisan? Kuning og'ir o'tdimi? Bu haqda gapirgim kelmayapti. Ha, u sabr toshi. Kerak emas. Menga hech qanaqa cho'pchak aytmang. Lekin bu menga bir voqeani eslatib yubordi. O'zim ham sezgandim. Bu sabr va qat'iyat haqidagi hikoya. Makkor yovuzlar, o'zi yurar tog'lar va o'rmon yirtqichlari o'lkasida o'zlarini ko'rsatish ishtiyoqida yonayotgan yosh shahzodalar yashar ekan. Men aytmoqchi bo'layotgan Toshdim afsonasi qadim zamonlarda yuz bergan. U paytlarda yer yuzida odamlar yashamasdi. Bularning barchasi sehrli diyorda ro'y berib, u Trim ismli shahzodaning sharofati bilan butkul o'zgarib ketdi. Kechirasiz, bilmay qoldim. Trim! Uzr, poygaga kech qolyapman. Ah! Ishlar qalay, yan? Salom. Ketdik yigitlar, qadamay poyga boshlanadi. Juda qiziq bo'ladi. Zo'r, biz albatta boramiz. Baribir pulini to'laysa og'ayni. Tovuqlarni uchishini, qurbaqalar yugurishni o'rganib olsin. Qani bo'l, bizga porloq quyosh qudratini ber. Buni uddalayapsan, Freya. Bu birinchi afsuning. Ajoyib. Adashmasam bunday bo'lmasligi kerak edi. Voy, esim qirsin. Boshqa sahifa ekan. Uy. Freya, yur, bugun dadam poygada qatnashadi. Aytgancha, betingga nimadir yopishib qopti. Rahmat, Trim. Oy. Kechirasiz? Nima qilyapsan? Uzr, To'xta. kechirasiz? To'xta. Bu qirollik Voy. oilasiga tegishli masala. Qirolon poygada qatnashyapti-ku, Trim. O'zing bilasan. Meni balandroqqa ot. Yashasin!
mamlakatdagi eng kuchli trollar qirol bo'lish huquqi uchun bellashardilar. Buning uchun eng ashaddiy dushmanlari bilan yuzma-yuz kelishlari lozim edi. Quyosh. To'g'ri, trollar uni boshqacha nomlar Voy dod! Ko'zimni kuydirib oldim. Biroq bir troll qolganlardan ajralib turardi. U chinakam jangchi edi, tengsiz qirol. Boz ustiga Trimning otasi edi. Bu qirol Grom! Qirol Grom! Qirol Grom! Troll Grom! Yashasin! Salom oyi. Nimanidir o'tkazib yubordimi? Dadangni navbatdagi olamshumul g'alabasini Trim. Yana yutdi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Qoyil, dada! Salom Trim. Salom bolalar. Bizni tabballar. Ha, umuman olganda sen ham aytdi. Hey! Hey, Keldingizmi bobo? Keling, meni joyimga o'tiring. Keling. rahmat bolakay. Binafsha hidi kelyaptimi? Axir bugun seshanba, bobo. Ha, unda tushunarli. Nega bu yil ham qatnashmayapsan, Trim? Trim bu poygada qatnashishni dunyodagi hamma narsadan ko'proq xohlardi. Ammo qatnasha olmasdi, chunki Dadamni aytishicha, hali juda yosh ekanman. Trim, ketdik. Ular kanyonga qarab ketishyapti. Hozir kelamiz. ular faqat bir narsa uchun hayotlarini xavf ostiga qo'yishardi. Taxtga chiqib, Erwoodda qudratli hukmdorga aylanish uchun. Grimmer taxtdan joy egallashni qirol Gromni o'zidan ham ko'proq xohlardi desak adashmaymiz. Seni bu qarindoshing unchalik ham iltifotli emas, Trim. Hey, juda uzoq qarindoshim. Avag'amni avag'asi. Trollar orasida Grimmerga g'alaba tilovchi yagona troll uni yoqimtoy onasi edi xolos. Sharif ona. Yashasin. Bu safar yutolmaysan, Grom. Hey, g'irromlik qilmang. Dadam qani? Niyatim yarashaman. Bugun albatta yutaman. Grom! Qoyil! Yashasin! Qoyil, dada! Yo'q. Balki keyingi yil omading chopari? Bo'ldi buncha xafa bo'laverma jiyan. Har doimgidek yana kuchli troll g'olib chiqdi. Tamom bo'lsin. Eng kuchli emish. Endi hamma kulib tursin. Mutlaq chempionimiz Erwood qiroli Quyosh bilan bellashuvning 10 karra g'olibiga aylandi. Qirol Gromni qarshi olinglar. Axir bu ajoyib emasmi, Trim? Ha, shunchaki gap yo'q. Qo'y, xafa bo'lmay, kelasi safar yutamiz. Aytganlaridek hali hammasi oldinda. Ikkinchi o'rin Mort. Bir umr ikkinchi o'rindaman. Posloyishda ikkinchi, Trompliyanda o'yinlarda ikkinchi. Bir umr kelasi safar degan gapni eshitaman. Masana uni deb. Har holda g'olibga mag'lub bo'lding. To'g'ri aytding, ikkinchi o'rin yaxshi emas. Nega uni mendan ko'proq yaxshi ko'rishadi? Hammasi zo'r. Bu adolatsizlik. Ey, mog'or kulcha menga emasmidi? Kechirasan yigitcha, uni qirolga olib qo'yganmiz. Kulchani juda yaxshi ko'rishini bilasan-ku. Voy,
Tuzi kamroq ekan. Trim, bu yoqqa kel. Yaşasın Kral Grom. Trim. Bugun oğlum birinchi toshini oldi. Barakalla. Shunday bo'lsin. Nimani o'ylab qolding, o'g'lim? Bu yil poyga ajoyib o'tdi, to'g'rimi? Dada, Ha, o'g'lim. keyingi safar men ham poygada qatnashsam maylimi? Trim, bu poyga hazil emas. Rostdan jiddiy jarohatlanishing mumkin. Yo'q, buni hatto o'ylama. Dada, bolalar o'rindig'ida o'tirish jonimga tegdi. Minbarda o'tirishdan ham charchab ketdim. Endi kap-katta trollman-ku. Aytgancha, senga Jinvey qush haqida afsonani aytib berganmidim? Iltimos, menga hech narsani aytib bermang, dada. Endi yosh bola emasman. Trollarning birinchi qirolini eng yosh va eng chiroyli qizi bir kuni Sharqiy Ummon suvlarida cho'kib ketibdi. Bu qanaqa cho'pchak o'zi? Aytingchi. Malika qayta tirilibdi, ammo endi qizil tirnoqlari qora qush qiyofasida ekan. Uning tumshug'ida hamisha tosh yoki novda bo'lar ekan. Hech kim unga o'xshab cho'kib ketmasligi uchun bepayon Sharqiy Ummonni to'ldirib tashlashga chog'langandi. Bo'ldi, yetar. Nima, u bittadan tosh tashirkanmi? Unda hech qachon to'lmaydi-ku. Hech ham ishonmayman. Xuddi shunday. Malika bu ishni tobat qilishga tayyor edi, faqat maqsadiga erishsa bo'ldi. Bundan saboq olishimiz kerak, Trim. Bu nihoyatda zarur. Sabr, toqat va qat'iyat. Seni ham oldinda katta kelajak kutmoqda. Ammo bilsang, bu dunyo shafqatsiz. Men bu yerda seni ham xuddi o'z qishlog'imni himoya qilgandek himoya qilaman. Barcha kattalarning vazifasi shu. Kattalar hayoti faqat o'yin-kulgudan iborat emas. Grom, tezroq yur, o'yin kulgi boshlanay deyapti-ku. Ajoyib tomosha bo'ladi. Yur! Vol chempion. Yana bir marta. Grimmer. Bosh kelma, bolakay. Bor kuchingni to'pla. Bo'la qol. Ha? Jon kuydirmasang hech narsaga erisha olmaysan. Erinchoq bo'lsang tochsiz qolasan. Bolog'ayni yana bir marta buni uddalaysan. Qani bol. O'zing yaxshi ko'radigan ovqatni pishirib qo'ydim, polvonim. Mashqdan keyin yeb olasan. Oya, mashq qilayotganimda meni chalg'itmang. Biroz keyingi poygagacha tayyorlanishim kerak. Ha, qo'ysangchi, biram mazali. Mayli, shu yerda qoldiraman. Endi ertalabki sayrga chiqaman. Qani ketdik. Pichi, raqal. Rahmat, Sherif xonim. Voy, buni qara. Baribir asabiysan. Hali ham poygani deb xafamisan? Yo'q, kerak emas. Doim yutqazaman. Doim ikkinchiman. Dadam chinakam qirol edi. Aqlli,
shijoatli, dono. Hamma uni yaxshi ko'rardi. Mard hamma. Erotdagi har bir troll va u hech qachon ikkinchi bo'lmagan. Kechiring, dada. Shariflar nomiga dog' tushirdim. Men g'irt omadsizman. Hech kimman. Hech narsani eplolmay, hech vaqosiz qolding. Oy! Menda bitta fikr bor, Mort. Juda hayajonli, ser. Hatto barmoqlarim o'shib qoldi. Unda qirol Gromdan butunlay xalos bo'lamiz. Gromdanmi? Axir u qishloqdagi eng kuchli troll. To'g'ri, lekin yovuz maxluq undan kuchliroq. Yovuz maxluq? Lekin Grom nega taqiqlangan o'rmonga borsin? Hammasi oddiy. Shunchaki munosib xo'rak kerak. Rostdan dadam bunga mayli dedimi? Trim mendan buni deyarli yolvorib so'radi. U o'zi bugun juda band. Seni shunga munosib dedi. Allaqachon tayyorligingni bilar ekan. Rostdanmi? Ha, bo'pti. Birinchi poygam esimda. Sendan yoshroq edim o'shanda. Men hech qachon orqaga qaramaganman. Yaxshi, men ham orqamga qaramoqchi emasman. Ha, Yashasi! men ham qaramayman, Trim. Qaramayman. Oh! Dumimni ham unutma, Lars. U betakror bo'ladi, janob oliylari. Grom! Grimer, mevasi bemaza daraxtlarning masalasida kelgan bo'lsak, Bu yerga Trimni deb keldim. U hozir taqiqlangan o'rmonda. Men uni to'xtata olmadim. Trim! 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 Shimol tomonga yugar. Seni para qilib turaman. Ajoyib fikr, Grimer. Ehtiyot bo'l, yana yovuz maxluq qopqoniga tushib qolma. Ishlar chattoq. Trim! Dada? Dada, biz taqiqlangan o'rmondamiz. Bu yerda yovuz maxluq bor. Ha, shunday, Trim. Lekin seni kutib turgan ofatning oldida bu hech narsa emas. Endi uyga yur. Lekin dada, Lekin pekini yo'q. Ketdik dedim. Obbo! bu nima? Yovuz maxluq qopqoni. Dada! Trim! Yo'q.
Yo, o'z maxluq. Trim, bu yerdan tezroq ket. Yo'q, siz hech qayoqqa ketmayman. Bu yoqda katta barglarni ko'rdim. Shulardan yulib kelib sizni quyoshdan pana qilaman. Yo'q, Trim. Hozir kelaman, dada. Men tasavvur qilgandan ham yaxshiroq chiqdi. Grom, ahvoling yaxshimi? Grimer, xayriyat yetib kelding. Tezroq meni bu qopqondan qutqar. Vaqtimiz kam. Albatta qirolim. Xo'sh, mana bo'ldi. Grimer, nima qilyapsan axir? Xo'tang, boshimni pana qilib olay. O'zaro makivachcham haftadan eng kuchli, eng aqlli, eng chiroyli va eng yaxshi troll nihoyat g'olib bo'ldi. Grom, Dada? Dada. Quyosh. Endi birinchiman. Grom toshga aylanib qolgani uchun barcha trollar chuqur qayg'uga botdi. Ayniqsa qirolicha Galt. Grimer ularga qopqon va Gromni qutqarish uchun qanchalar mardona bor jang qilgani haqida gapirib berdi. Ammo ularni ishontirish unchalik ham oson bo'lmadi. Grimer ularga Grom go'yoki Trim tufayli halok bo'lganini, u Erwooddan qochib ketganini aytdi. Endi kelgusi poygagacha noiloj o'zi qirol bo'lish kerakligini qistirib o'tdi. Holbuki bu poyga hech qachon bo'lmasligini bilib turardi. Harchand urinishmasin, qishloq aholisi u yolg'on gapirayotganini baribir isbotlay olishmasdi. Keyin Grimer yangi qirolga aylandi. Bu yoqda esa Trimni ajoyib sarguzashtlar kutib turardi. Kim bor bu yerda? Ha? Freya? Meni qanday topding? afson yordamida. Salom, Trim. Bu yana nimasi? Menga ishonishingiz kerak. Hech ham bunday qilmadim. Ha, bilamiz. Shuning uchun bu yerdamiz. Sen bilanmiz, Trim. Yana bizda ikkita kalla bor. Bitta kalla, ikkita kalla tilla deyishgan. Yana maqolni noto'g'ri ayting. Menimcha to'ppa-to'g'ri. Men esa noto'g'ri deyapman. Ahvoling qalay? Bilmadim, Freya. Nima qilishni ham bilmayman. Xavotir olma. Menda reja bor. Voy. Boboing qo'yib bermaydimi?
Aha, bungami? Men uni vaqtincha olib turdim. Axir menga afsungarlik san'atini o'rgatyapti-ku. Shuni amalda sinab ko'rmoqchi bo'ldim, shu xolos. Ha, to'g'ri. Bu yog'iga nima? Hozircha bilmayman, lekin kimdan so'rash kerakligini bilaman. Bo'ldi, olib kiringlar. Tezroq olib kiring. Imillamanglar, yalqovlar. Hamma shaxsiy buyumlarimni yuqoriga olib chiqing. U yerdagi hamma keraksiz narsalarni pastga uloqtiring. Muhtaram va muhtarama trollar. Yuksak mamnuniyat ila meni va sizlarni do'stingiz, ajoyib yigit va dunyodagi eng yaxshi troll bo'lmish zotni tanishtirishga Mort! Qirol Grimmer. Saroyga boradigan vaqt bo'ldi, Mort. Xo'p bo'ladi, hazrat oliylari. Kimdir menga sochiq bersin, sochiq beringlar. Voy bobojon, bu qanday dahshat. Trimdan juda xavotirdaman. Hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaysizmi? Ishonchim komil, unga hech narsa bo'lmaydi. Men ancha Kimdir xotirjam menga qilasiz. nam sochiq olib kelsin. Nazarimda bizga kim yordam bera olishini bilaman. Demak bunday. Qishloqqa qaytamiz, saroyga bostirib kirib, barchaga bor haqiqatni aytib beramiz. Grimmer yolg'on gapiryapti. Ko'nglim sezyapti. Grimmer bunga yo'l qo'ymaydi. Xo'sh, unda nima qilamiz? Dadam butunlay toshga aylanib qoldi. U halok bo'ldi. Lekin hali biz tirikmiz. Bilaman, bu senga yoqmayapti, lekin hozir aynan shuni ustida ishlayapman. Aytgan qurtlaringni olib keldik, Freya. Naq 17 ta, xuddi o'zing so'raganingdek. Mana bunga Liam deb ism qo'ydim. Voy! Liam! Bu sho'rvami? Ha, sho'rva. Lekin aytganimdek, sizlar uchun emas. Xo'p, agar biz uchun bo'lmasa, unda kim uchun, qizaloq? Bu endi nima? Vaqt bo'ldi. Nimaga vaqt bo'ldi? Ochofatni chaqiramiz endi. Ajoyib. Ochofat kim o'zi? Yana har kuni bo'kib ovqatlanadi. Yana burnimni tagida. Ochofat sehrgar. Bobonga o'xshaganmi? Shunaqa deyish ham mumkin. Bu yovuz maxluq. Bilardim o'zi. Bu yovuz maxluq emas. Tamom bo'ldik. Xo'sh, salom bolajonlar, judayam mazali ko'rinasizlar. Faqat bir narsani o'ylayapman, qay biringiz shirinlik o'rniga o'tar ekansiz a? Voy, bu qalampirmidi? Ha, to'g'ri. Ochig'i, hozir uni deyarli hech kim ishlatmaydi. Biram ko'nglim tisagandi. Voy, rahmat, sizga yoqqanidan xursandman. Men ismim Freya. Bu do'stim Trim. Yo'da esa egizak tentaklar bor. Salom! Kechirasiz-u, lekin kimdir tushuntirib bersin, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Ha, hozir o'zim hammasini tushuntiraman. Ha, men ochofatman, taqiqlangan o'rmon jodugariman. Sizlar sho'rva pishirdingiz, men sho'rvani ichdim. Endi sizlarga bashorat aytishim kerak va hokazo. Ha, bobong yaxshi yuribdimi, azizam, sog'-omonmi? Unga aytib qo'y, menga bitta tushli qarzdor. Ha, xo'p, mayli, qani boshladik. Kimga fol ochamiz? Mengami? Shunaqami? Ha, yoqimtoygina ekansan. Hali sen qirol Gromni o'g'limisan, a? Xuddi o'zi. Aniqrog'i, o'g'li edim. Trollar, biram ko'nglingiz nozik. Axir kelishingni intizorlik bilan kutgandim, bolajonim. Rostdanmi? Ha, albatta, o'z ishimni bajarishim kerak. Bo'ldi, endi boshlaymiz.
uch oy chiqib, uch quyosh botar. So'ng sen uchun falokatdir muqarrar. Tezroq yovuz maxluqni top, qirolga o'z dumini qaytar. Qoyil, hukmdorni qutqargil shu yaproqlar to'kilguncha, faqat qahramon troll bunga jasorat qilar, toki yaproqlar birga 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 birga. Qanday chekkimiz, bu yoqimli she'rni shu yerni o'zida to'qib tashladim. O'zi shoir tabiatmanda bilsang kallam to'la g'ij she'r. Senga aytyapman-ku, o'sha qahramon sensan bolam. Buyuk qahramonliklar ko'rsatishing kerak. Ha, juda indamas bola ekan-a. Xullas 3 kun ichida qirol Gromni dumini topib, uni yana ulab qo'yishimiz kerak. Kuniga bittadan barg yo'qotamiz. Ha, ana bu qiz hammasini tushundi. Barakalla qizaloq. Bu cho'pchakka ishonishni juda ham xohlardim. Axir hali yosh bo'laman. Dadam halok bo'ldi. Bularning barchasi rost bo'lsa ham, dumni qanday qaytaraman? Ha, bo'pti, quloq sol. Dadangni dumi yovuz maxluqda. Yovuz maxluqda? Dadamni dumi yovuz maxluqdami? Ha, ko'rgan narsasini olib ketaveradi. U haqda eshitgandirsizlar, a? Eshitishimcha, trollarni paqqos tushirar ekan. Ha, buni eslab qolish juda oson. Xo'sh, tushkunli botqog'iga yo'l olib, u bilan to o'lguncha jang qilasizlarmi? Ha, shunday qilamiz. Qanday ajoyib! Omad! Ha, nima qilib qo'yding? Tushkunli botqog'iga qanday borishni rostdan ham bilasanmi? Men bilaman deb o'ylabman. Nega aralashasan unda? Nima? Meni fe'lim shunaqa, doim o'zimni javobni biladigandek tutaman. Bundan chiqdi bilmasding, shunaqami? Senga hozir aytdim-ku, xohlasang uni qaytar, yana bir marta so'raymiz. Menda boshqa masala qolmadi. Ofisarlar. Nima, yana qurt tutib berish shunchalik qiyinmi? Ketdik bolalar, ketishimiz kerak. Ha, nega yana qidirish mumkin emas? Kechirasan, nima deding? 3 kun ichida dadamning dumini yovuz maxluqdan qaytarib olishimiz kerak. Bir ham kulgiliki, qasam ichishim mumkin. Hozir aytgan gapingdan biz xuddi yovuz maxluq bilan jang qilamiz deb o'ylabman. Barakalla tirim. Men-ku tayyorman. 3 kunimiz bor. Kerak bo'lsa, bir o'zim ketaman. Axir u shunchaki dum. O'sha dum dadamniki. Lekin u yerga qanday yetib olamiz? Qadam-ba-qadam yetib olamiz. Men birga boraman. Ay! Bizni tashlab ketmanglar. Grimer betakror. Grimer buyuk. Grimer barcha zamonlardagi eng yaxshi qirol. Grimer juda ko'rkam. Grimer juda zo'r. Grimerning qomati raso. Ajoyib Grimer. Menda hamma narsa bor, Mort. Menda saroy, toj, aql bovar qilmas mushaklar bor. Ular juda ajoyib, ser. Lekin nega ular meni yaxshi ko'rmaydi? Nega meni xuddi Gromni yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rishmaydi? Chunki sen bunga arzimaysan. Ha? Noshukrlik qilishyapti, hazrat oliylar. Hammasi bir go'r. Gromni mushagi kattaroq, uning rafiqasi qirolicha Galt bo'lsa, nima haligi yana uni sochlari ko'rkam, qaddi qomati kelishgan, o'zi oq ko'ngil edi. Undan xushbo'y kit taralar. Mort. Ha, ser. Kallamga bir fikr keldi. Nega menga bunday qarayapsiz, a? Qoyil. Bu yerda kimdir bormi? Hoy! Hech kim anavi troldek tosh qotmasligi uchun shu chiziqdan o'tish qat'iyan man qilingan. Hech qachon o'tib bo'lmaydi. Hech qachonmi? Nega? Anavi trolldan so'rang. Voy, bunaqa narsani ko'rish yomon alomat. Ha, kimdir tong otguncha qaytishga ulgurmagan. Biz chekinmaymiz.
In, yan. Shunchaki hazillashdik. Shunchaki hazil edi. Bugun muhtaram va muhtarama trollar, bu yerga juda sharafli topshiriq munosabati bilan jam bo'ldik. Ulug' va betakror Grimmerga munosib qirolicha topamiz. Grimmerga qirolicha topamiz. Bizning birinchi nomzodimiz badbo'y kitli Hilgert xonim. Ha, shunga qaramay u o'zgacha latofat sohibasi. Qiziq, uni boshqa sirlari bormikin? O'zi buni hech qachon aytmaydi. Ayrimlarning aytishicha, Erwoodga qaytish uchun troll dumini qidirib yurar ekan. Keyin esa bizdan o'ch olar ekan. Boshqalarning aytishicha, unga trolllar qoni juda yoqar ekan. Shuning uchun keyingi qurboni kelishini sabrsizlik bilan kutar ekan. Voy! Bizni tinch qo'y, yo'qol. Yo'q. Yo'q. Voydod! Mendan buni olinglar. Yo'qol. Voy! Voy, yo'q. Yordam! Beringlar. Quloq sol Galt. Bilaman, bolaligimizdan beri yuzma-yuz ko'rishmaganmiz. Lekin Grom allaqachon tosh haykalga aylanib qolgan ekan. Kim menga tega qolgan? Ha, xo'pmi? Ochig'i shoir ekansan, Grimmer. Bobojon, nima deysiz? Streamni topa olamizmi? Albatta, hazrati oliyalari. Eski damlarni eslash yoqimli. Kim tinchimni buzishga jur'at etdi? Halfstone, senmisan? Voy, boshim osmonga yetdi seni ko'rganimdan biram xursandmanki. Salom, Ochofat. Qalaysan? Ko'rinishing ajoyib. Ha, menda hammasi tinch osoyishta. Bir unaqa, bir bunaqa, o'zing bilasan-ku, aytgancha qachon birga ovqatlanamiz endi, ayyor chol. Bilaman. Albatta ovqatlanamiz, gapim gap. Bu qariya sevimli shogirdim o'zi. Xo'sh, sizga qanday yordam bera olaman? Qisqasi, meni erim, qirol Grom, dardingga sherikman, azizam. Men ochofatman, esingdan chiqdimi? Ha, menimcha haqsiz. Bilsang, o'g'ilchang chinakam mo'jiza ekan. Hozir Trim qayerdaligini bilasizmi? Ha, u bilan do'yrak qizaloq, yana 2 boshli ovsarlar ham bor. Yo'q. Nimalar deyapsan, Shirinim? O'g'ling yaxshi bola. Ayniqsa qahramon bo'lish uchun odatda ular biram maqtanchoq bo'ladi. Qahramonmi? Shunaqa bashorat bor. Trim yuzaga kelgan vaziyatni to'g'rilashga ahd qilgan. Lekin u hali yosh bola. Unga astoydil ishonsak, o'z orzusini albatta ro'yobga chiqaradi qirolicham. Keyin Grimmerni zulmi barham topadi. Voy shu. Mayli, endi qaytishim kerak. Ovqatim pishay deb qolganda, aytgancha ikkalamizga ham yetadi. Taklifing uchun rahmat, Ochofat, lekin keyingi safar. Xo'pmi? Ha, mayli, o'zingga qara. Lekin men ham seni tinch qo'ymayman. Rahmat. Bobo. Alvida, qirol Grimmer. Bu yerda kim bor? Kim u? Demak, Qilko'prikka yetib kelgan ekanmiz. Yovuz maxluq makoniga ham yaqinlashyapmiz. Hey, Freya! Qilko'prik degan nom bekordan bekorga paydo bo'lmagandir, to'g'rimi, a? Menimcha unaqa emas. Nima edi? Chunki ko'rinishi juda vahimali ekan. Voy! 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 Voy
Aql ko'prik. Bu o'rmonga quvnoq nomlar yetishmas ekan. Yo'q, jiddiy aytyapman. Nega uni baxt ko'prigi deb nomlashmagan? Hozir ko'prikdan o'tib olsak, qo'rqinchlisi ortda qoladi. Qani yuringlar. Ha! Uhu! Qoyil. Nima qo'yding? Bilmayman. Nima qilayotganimni hech qachon bilmayman. Film shunaqa o'zi. Faqat yuzib ko'rma. Shuning uchun ham maktabdagi jamoaviy o'yinlarda qatnashmayman. To'xta. Nima qilyapsiz? Axir bu qirol Grimmer ofsarlar. To'g'ri. Ha, lekin u rasmiga qaraganda ancha katta ekanda. Qani bu yerdan yo'qolinglar. Ma'zur tuting janob oliylari, xalq mehri va sadoqatiga sazovor bo'lishingizda ko'maklashadigan yangi qonunlar ro'yxatini tuzib qo'ydim. Ushbu qonunlarga so'zsiz bo'ysunmagan trollarni mana shu yuraklarni ezib yuboradigan charxpalakka tiqib qo'yamiz. Bu jazoni o'zim o'ylab topdim. Xo'sh, qalay, zo'rmi? Mart, qo'y kulgimni keltirma. Menga yoqdi. Shunday davom et. Xavfsizligingizni to'la to'kis ta'minlash uchun bir qator yangi qonunlar qabul qildik. Masalan, suv charxpalagini o'zingiz ko'rib turibsiz. Endi undan qayta tarbiyalash maqsadida foydalanamiz. Grimmerni yaxshi ko'rishga majbursiz. Grimmer sizlarni yaxshi ko'rmasligi mumkin. Buni mutlaqo ahamiyati yo'q. Biroq sizlar uni chin dildan yaxshi ko'rishingiz shart. Yurishdan to'xtab qolmanglar. Yurishdan to'xtab qolmang. Yangi qonunlarga muvofiq endi hech qanaqa quyosh poygasi bo'lmaydi. Umrbod siz qirol bo'lasiz, hazrat oliylar. Shunchaki shu yerga imzo qo'ysangiz bas, bo'ldi. Masala hal, mana bu yerga. Bu ajoyib, Mart, juda yaxshi. Sizga yoqqandan xursandman, ser. Xo'sh, ishlar qalay ketyapti o'zi? Yaxshi desa ham bo'ladi. Na. Yana ikkitasini qabul qilib olinglar. Oylab ko'r. Bularni barchasi seniki bo'lishi mumkin edi. Ularni ham charxpalakka tashlang. Katta manjaniqni tayyorlama, Mart. O'z tojimni himoya qilishim kerak. O'sha kichkina shahzodaga dars berib qo'yaman. Meni yaxshi ko'rasan, gal. Yaxshi ko'rasan. Bu senga yoqadimi, yo'qmi, baribir. Kim u? Bu yoqqa chiqing. Hozirroq chiqing, bo'lmasa o'zim nimadir qilaman. Nima? Bilmayman. Ular ishda ekan. Shu paytgacha birdaniga uchtasi qo'lga tushmagandi. Aniqrog'i 3,5 ta. Ogohlantirib qo'yay, keyin o'zimga javob bermayman. Eshityapsizmi? Qaranglar, yosh bola bo'lsa ham juda doirak ekan. Menga bir ham yoqdi. Bo'ldi. Qani ketdik, sabrim chidamay ketyapti. Kimsizlar? Biz kimmiz? Biz uch opa-singillarmiz. Qoyil. Gap yo'q. Biz shu ajoyib ko'prikni qo'riqlayotgan trollarmiz. Trim, iltimos, hech narsa qilma. Ajoyib, men ismim Trim, bu esa meni do'stlarim. Boshlandi. Shu desangiz ko'prigingizdan o'tishimiz kerak, chunki dadamni dumini qaytarib kelmoqchiman. O'zi quyoshda toshga aylanib qoldi, shuning uchun yovuz maxluqqa qarshi jang qilishimiz kerak. Agar bularni 3 kunda bajarishga ulgursak, keyin dadam hayotga qaytishi mumkin. Ancha chalkash hikoya. Ha, nimasini aytasiz? Maslahatlashib olishimiz kerak. Xo'p, mayli. Sizlarga bitta kichkinagina o'yin o'ynashni taklif qilamiz. Bitta topishmoq va 3 ta urinish. To'g'ri javob bersangiz, sizlarni qo'yib yuboramiz. Bemalol ketaverasizlar. Agar noto'g'ri javob bersak-chi? Unda sizlarni kuchukchamizga ro'para qilamiz, to'g'rimi, Pitbull? Juda yoqimtoy kuchuk ekan-a? O, kuchukcha. Ha, to'g'ri. U yoqimtoy kuchukcha. Unda o'yinni boshlaymiz. Sizlarga bu o'yin juda yoqib qoladi, bolalar. Xo'p, mayli, bizni antiqa tomoshamizga xush kelibsizlar. Savolni eshitishga tayyormisizlar? Ular xuddi ma'budaga o'xshaydi. Ko'pchilik meni eshitgan, lekin meni hech kim hech qachon ko'rmagan. Va men kimdir birinchi gapirmaguncha hech qachon tilga kirmayman. Xo'sh, men kimman? Qirikki, pishiriq. Yo'q. Ha.
Ha, bo'ldi. Hech nima demanglar. Meni eshitishadi, lekin ko'rishmaydi. Hali Bo'l, Freya, o'yla. U nima ekan? Nega buncha yolg'izsizlar? Bu javob emas. Bu savol. Meni g'ashimga tegma. Hech qachon hech kim bizga savol berishi mumkin emas. Bu yerda faqat biz savol beramiz. Bilaman. Shoshmanglar. Men shunchaki bilmoqchi edim. Nega bunchalar yolg'izsiz? Oy! Oy, bor ekansan-ku. Buni so'raganing biram ajoyib bo'ldi. Rostini aytsak, bizdan bu haqda hech kim hech qachon so'ramagan. Voy, qanday sezib qolding? Hamma o'yinchoqlaringiz yo'qdi. Haftadan anchadan beri hech kim qo'l tekkizmagan. Bundan kelib chiqadiki, ular yoki sizlarniki emas, yoki o'ynash uchun umuman hech kimingiz yo'q. Maslahatlashishimiz kerak. Bolalar, shunchalar yoqimtoy ekansizki, ko'prikdan o'tishingizga ruxsat berishga qaror qildik. Ha, qoyil. Qani jim bo'l, Pitbulls. Ular yaxshi trollar, xo'pmi? Ha! Qoyil, rahmat. Yana keltiringlar. Bu shunchaki ahmoqona o'yin edi. Sizlarga oq yo'l tilaymiz. Yordamingiz uchun rahmat. Trim, qani endi tezroq yur. Voy, bu aks-sado. Nima? U eshitiladi-yu, lekin ko'rinmaydi. Faqat kimdir gapirganda tilga kiradi. Bu aks-sado. Yo'q. Pastroq. Yana ham pastroq. Sir, rostdan ham shunday qilmoqchimisiz? Bunday uloqtirishdan keyin omon qolish mumkin bo'lgan yagona troll bu Grimer. Siz albatta siz. Kim bo'lardi yana? Senga tushli olib keldim, bolam. Rahmat, onajon. Mort, qani ishga tushar. Trim. Shoshmay tur, bolakay, ortingdan ketyapman. U meni sevadi. Yo'q, meni deyapman. Men bo'lsam meni dedim. Yo'q, meni. Xosiyatsiz joy ekan. Men bo'lsam meni Shuning uchun ham dedim. xosiyatsiz dara deb atalgan. Undan boshqa nimani ham kutish mumkin, Trim? Yo'q, u meni sevadi. Yana shunaqa xunuk nomlar. Meni sevadi deyapman. Bolalar, bo'ldi endi. Bolalar. Qani chetroq tur. Yo'q, foydasiz. Qizaloq, balki qog'ozingda shu masalada ham biror nima topilib Bobom qolar. bilan afsuz yordamida kichkina narsalarni osmonga ko'targanmiz, lekin bu sizlarga eman yong'og'i Bekor emas. gap. Afsun bo'lgach, nima farqi bor ekan? Kelinglar bir urinib ko'ramiz. Qani bo'l, Freya. Astoydil urinib ko'r. Bizga yordam ber. Ey, dono va qudratli Yumir, bizga yordam ber. Yordam ber. Bo'la qol. Ko'taril. Ko'taril. Freya, nima bo'ldi? Axir urinib ko'rding-ku. Biroq qo'limdan kelmadi, Trim. Qo'limdan kelmadi. Seni o'zim bilan olib keldim. Endi bo'lsa to'xtab qoldik. Uni siljita olmayman. Hali tayyor emasligimni bilardim. Meni kechir. Hech qisi yo'q, Freya. Nimadir o'ylab topamiz. Balki butun qoyani siljitish shart emasdir. Shunchaki orasidan yo'l ochsak kifoyadir. Men senga ishonaman, Freya. To'g'ri. Balki shu haqda nimadir yozilgandir.
Endi bolalar, sal orqaga borib turinglar. Qani bizga yo'l och! Yashasin! Bu boshqa gap, barakalla. Endi qarshi bo'lmasangiz, toshlar osmonga ucha boshlaydi. Bo'l, Freya. Yashavar. Yashasin! Rahmat, katta rahmat. Xo'sh, yo'lda davom etamizmi? Bajonidil. Olg'a bolalar. Xuddi uydagidek. Uni shu atrofda deb o'ylaysanmi? Axir bu chukulik botqog'i-ku. Ha, to'g'ri. Bilmadim, lekin Jim, eshityapsanmi? Voy! Namuncha Chiroyli. Aql bovar qilmaydi. Namuncha chiroyli-ya. Bolalar, shoshmanglar. Naqadar ajoyib, juda chiroyli. Juda ham chiroyli. Bu qanaqa joy? bilmayman. Ko'rinishidan allaqanday eski imoratga o'xshaydi. Lekin chukulik botqog'ining qoq o'rtasida, qiziq. Ajoyib. Voy! Barmog'imni urib oldim. Voy! Bu qanaqa soqri? Balki ozroq yoritib turarsan, Frey. Yaxshi fikr. Voy! Ha, endi rostdan umidlarim puchga chiqyapti. Namuncha bahaybat bo'lmasa. Qochdik. Trim, Voy! Nima hozir raqsga tushishimiz kerakmi? Yo'q, qo'rquvdan dag'dar titrashimiz kerak, ofsar. Hamma tinchlanib olsin. Trim. 10 gulimdan bir gulim ochilmay o'lib ketamanmi? Bu dadamning udumi. Qochinglar. Tezroq ayt, unga qarshi senda qanaqa afsun bor? Bu maxluqni qanday yengsak bo'ladi? Men botqoq yo'sinini gulga aylantirib qo'ya olaman. Xo'p, bundan bizga qanday foyda? Bilmayman. Asuvgarlikni boshlaganimga atigi bir oy bo'ldi. Ozroq o'ylab olay. O'zim qolib seni jo'natsam bo'lar ekan, in. Voy.
Oho. Nima bo'lyapti? Menimcha kimdir u bilan raqsda bellashmoqchi. Bu bola troll raqsini qiyib olar ekan. Kim o'ylabdi deysan? Bo'l, Trim! Qoyil, Trim. Nima qilish kerakligini qanday tushunding, a? Bilmayman. Sen bilan raqs tushish menga juda yoqdi. Senga dum kerak, shundaymi? Lekin uni bera olmayman. Trim, aqldan ozdingmi? Qisqasi, agar afsonalarga ishonsak, shu dum menga ruhimni qaytarib beradi deb o'ylagansan-a? Keyin trollar seni yana yaxshi ko'rib qolardi. Lekin bunday bo'lmagach, battar jahling chiqib ketdi. Shunaqami? Men boshqa fikrdaman. Agar yaxshi troll bo'lsang, agar oq ko'ngil bo'lsang, u allaqachon qalbingda bo'ladi. Dum hech narsani o'zgartirmaydi. Menga bu dum otamni hayotga qaytarish uchun kerak. Undan keyin agar o'zing ham xohlasang bu yoqqa qaytib sen bilan yana o'ynashim mumkin. Voy, nimani o'tkazib bordik? Voy dod. Tezroq yigitlar, bo'linglar. Nima? Nima bo'lo, hazillashyapsanmi? Nima bo'lganini bilmayman, Trim. Ehtimol yo'llarni adashtirganmiz. Men bilmayman. Kechir. Endi rostdan ulgura olmaymiz. Dadam umrbod toshligicha qolib ketadi. Hech kim bila olmaydi, Trim. Yomirni har ishida hikmat bor. Yomirga vaqtimiz yo'q. Vaqtimiz tugadi. Trim. Bu adolatdan emas. Eshityapsanmi, Yomir? U bilan yana bir kun birga bo'lishni juda ham xohlardim. Ozroq gaplashsamidi? Atigi 3 ta so'zni eshitmoqchiman. Seni yaxshi ko'raman. Boshqa hech narsa kerak emas. Kechiring, dada.
zilzila. Yer siljidi, Trim. Yer o'rnidan siljiyapti. Bu ro'y berdi. Yashasın! Bu nima? Trim! Qo'yin! Rahmat, Yumir. Endi ulguramiz. Ya, kimni ko'ryapman? Demak, senga hech ham aql kirmas ekan, shunaqami, bolakay? Grimer, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Rostana? Nahotki? Nimani aytyapsan o'zi? In va yan. Quloq sol. To'g'ri, ba'zan yolg'on gapiramiz. Aravani quruq olib qocharmiz. Lekin aynan sen, Trim, bizni qahramonlik qilishga undading. Menmi? Ha, sen. Shunday ekan, qani tezroq bor. Dadangni dumini qaytar. Biz sen bilan. Ketdik. Rahmat, in, yan. Xo'sh, qani gapir barzangi. Bizdan qo'rqib ketding, ha? Ko'rib turibman, zo'r desam g'o'r ekansan. Gap yo'q, bitta zarbada ikkitasini yer tishlatar ekanman. Ovora bo'lasan. Qani, tekkiz olmading. Hozir sizlarni Yomon emas. Yana bir marta. Qani, ha? Qani? Voy! Uchinglar, qushchalarim. yo'q, nima qilyapsizlar o'zi? Ha! Ularni mendan yo'qoting! Yo'qotinglar! Voy! Voy! Lekin sakrash qoyillatdi. Oyjon! Voy! Hozir senlarga ko'rsatib qo'yaman. Endi nima qilamiz, Trim? Menga ishonasanmi? Ha? Unda ortimdan yur. Ular kelishdi. Trim. Hamma yurishdan to'xtasin. Yashasin! To'xtab qolmanglar. Yo'q. Trim! 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 To'yil! Bolani to'xtatinglar.
yordam ber, Yumir! Barakalla nabiram. Endi jazolanasan. Voy, quyosh! Ana bo'ldi. Yo'q. Grimer, iltimos o'g'limga yordam ber. Yashasan! Uni uddalading, Grimer. Uddaladi, uddaladi, Grimer qirol. Uddaladi. Grimer. Grimer, 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 Trim, Salom, dada. nima bo'lyapti? Trip, chinakam qahramon. Yashasin! Endi qirol bo'lishga umuman shoshilmayman. Ochig'ini aytsam, qiyin ish ekan. Oh, Trim. Dada, Temir, juda kelishgan yigit bo'psan. Grimer, seni umrbod Erdwooddan haydamasligim uchun menga aqalli bitta sababni ayt. Bo'ldi, sekinroq. O'g'lim senga nima qildi bo'lsa? Meni kulfatda tashlab ketdi. Keyin o'zini qirol deb e'lon qildi. Shu to'g'rimi, Grim? Qirol Gromdan kechirim so'ra.
Lekin dada, sen trollar esa kechirim so'rashni biladi. Qani qirol Gromdan kechirim so'rachi? Kechir, qataroq, meni kechir. Nima uchun? Seni o'ldirib taxtini egallab olmoqchi bo'lganim uchun meni kechir qirol Grom. Bu boshqa takrorlanmaydi. Dada, boshimdan kechirgan bu voqealardan faqat bir narsani anglab yetdim. Aslida yomon trollar bo'lmaydi. Shunchaki ularni har doim ham tushuna olmaymiz. Uzring qabul qilindi. Ajoyib oling bor ekan, Grom. Ha, bilaman. Grom, Meni qirolicham. qirolim. Tabriklayman, shahzoda Trim. Ha, qoyil qildik. To'g'rimi? To'g'ri. Yana nimani o'tkazib yubordik? Ha, ikir-chikirgacha bilib olsam bo'lmaydimi? Nima? Keyin esa qil ko'prikdan o'tdik. Hammasi juda g'aroyib edi. Qo'yil. Biror kun o'sha yerga borib kelamiz. Rostdanmi? Ha, albatta. Qirol Grom qaytib keldi. Yana o'z taxtini egalladi. Yagona qirolimiz Dovrug'i doston. Qani birga, yana bir marta. Doim unga g'alaba yor. Bunga hasad qilganlar bisyor raqsga tushar, chunon o'ynab ketar har jonon. Ta'zim qil tezroq. Tan olishim kerak, shu Vaysaqini juda yaxshi ko'raman. Menimcha uni qoldiraman. Hey, Grimer! Labay janobi oliylari. Bilasanmi, har xil bema'ni qonunlar qabul qilgan bo'lsang ham, ulardan bittasi menga juda ma'qul tushdi. Keyingi qirolni tanlashda xavfsizroq yo'l topishni taklif qilaman. Xo'sh, nima deysan? Yoki qirolichani. Nima? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Qani, sevimli taomimdan berchi. Ketdik, dada. Hozir hammani lol qoldiramiz, o'g'lim. Qani Trim? Ajoyib. Juda zo'r chiqyapti, o'g'lim. Buni qayerda o'rganding? Hammasi ham asta-sekin, dada. Ha, Ha. shunaqa